Xudo xolasa yangilik qildik. Bitta pasport o'ziga ish haqiga yo pensiyaga ham yosh katta onaxonlarga ham bemalol berishimiz mumkin. Yangi kачествоli gilamlar olib keldik, bu yerda premium kачестволи gilamlar Xohlovchilar uchun mana bunaqa готовый gilamlar ham bo'ladi. Ana sizlarga. Dastavka bepul. Uyingizga borib o'lchab, razmer olib, kesib, tikib berish bepul. Yana nima deyishyapti? Narxlarni nasiya savdoga imkon bor. Bosh 1 yilgacha bo'lib berishga imkon bor. Yana bosh to'lovdan misol uchun 10 millionlik, tasavvur qiling deyapmiz, misol. Bosh to'lovini anchagina ko'proq qilib bersangiz agar bosh to'lov yo'q o'zi. Bosh to'lovini qilib beradigan bo'lsangiz, yana sizga skidka qilib berishsa, yana xohlagan magaziningizdan narx-navoni solishtirib kelsangiz. Menimcha bundan boshqa bu bozorda imkon yo'q. Agar respublikada deymizmi, boshqa joyda deymiz, mana shundan arzonini, mana shunaqa qulaylik qilib berayotganini sizlar topib bersalaring, men o'sha yerda reklamasini olib borib qilib beraman. Jonlaring sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Nasib bo'lsa sizlarga yana video qilib berishga keldik. Bugungi manzilimiz Jizzax shahar Orom bozoridamiz. Xudo xolasa 3-8 gilamlar jamoasi bizni yana reklamaga chaqirishgan. Nasib bo'lsa reklamasini qilib berishga keldik. Sizlarga manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Biz videolarni boshlaymiz. Adresni tushuntirib o'tamiz. Adres Jizzax shahar Orom bozori, mana bitta svetofor bor, ana svetofordan tushib kelganingizda, mana shu yo'ldan yurganingizda 3-8 gilamlar yozib qo'yibdi. Bu tarafdan Dollarchilar darvozasidan o'tganingizda podvalda joylashgan gilamlarga nasib bo'lsa keldik. Kelasizlar 3-8 gilam. Bu tarafda podvallar joylashgan, mana shu tarafdan shuni tushib ketaverasizlar. Yo'laklardan ko'rasizlar, bemalol kelaverasizlar. Iloj bo'lsa shu mashinani stenkaga qo'yib kelsalaring ma'qul bo'ladi. 3-8 gilamlari nasib bo'lsa mana shu bola bizga xizmatni qilib beradi. 3-8 gilam bazada yozib qo'yishdi. Assortiment bor. Biz xudo xolasa mana asta-asta podvalga tushib kelishni boshladik. Xo'p, mana sizga joylari bitta gap aytay, endi o'zim anchadan beri shu joydaman. Qishki kuni kelsalaring issiqqina bo'ladi. Yozgi kuni kelsalaring salqingina joy bo'ladi. Nasib bo'lsa kelaverasizlar. Hozir biz boshlaymiz videolarni. Assortiment ko'p, assortimentni hammasini sifatiga, hammasiga narx-navlariga ham to'xtalib video qilib beramiz xudo xolasa. Ana bu sizga joyimiz. Bo'yatganimizda mana shu aka xudo xolasa bizga xizmat qilib beradi. Assalomu alaykum. Timofon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Uydagilar yaxshimi? Qanday bo'lyapsiz? Nima bor? Yangiliklar bormi bizga bugun? Xudo xolasa yangilik bunaqa narsa bo'lyapti. Avval biz plastikka ishlardik. Pasport plastikka bo'lib berishga berardik. Xudo xolasa yangilik qildik. Bitta pasport o'ziga ish haqiga yo pensiyaga ham yosh katta onaxonlarga ham bemalol berishimiz mumkin. Yangi kачестволи gilamlar olib keldik. Bu yerda premium kачестволи gilamlar, o'rtacha kачество рабочий xonalarga, oshxona, yotoqxona, ovqatlanib o'tiradigan joylarga degan assortimentga juda ham ko'p gilamlar bor. Prixoshkalarga ham hammasidan bor, hammasidan. Bo'yatganimizdek qishtiziga qarab, sifatiga qarab, aytgan xildan to'p beraverasiz. 80 dan 4 metrgacha 3 xil etapda gilamimiz bor. Готовый gilamimiz 2,5 ga 3,5 dan boshlab turga 9 gacha xohlagandan. Turga 9 gacha bor xudo xolasa. Bo'ldi. Endi biz videolarni boshlaymiz, nasib bo'lsa bitta pauza qilib biz mikrofonlarni yana bir tekshirib olamizda, videoni davom etamiz. Xo'sh, endi nastroykalar to'g'rilab, hamma narsani qilib oldik. Nasib bo'lsa, ana endi sizlarga narx-navlar bilan hammasini bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bir boshdan boshlasak, qaysi biridan boshlaymiz? Nimani tavsiya qilasiz? Xo'p, do'konlarni ko'ringlar. Do'konlari ancha kengina, assortiment ko'p. Kelib, bexijolat ko'rib olaverasizlar. Ana sizga. Xo'p, uzunligini ko'ringlar. Bu yerda aslan metrajlar ko'rib turibmiz. Ya'ni metraj deganimiz mana bunaqa bir xil ranglidan bo'ladi, mana bunaqa olasi ham bo'ladi. Uzunasiga 3 metr, 4 metr, 2 metr o'zingizning hisob-kitobingizga bog'liq. U taraf uzunasi ketaveradi, 10 metr, 15 metr desalaring ham. Eniga eng kichkinasi necha? Eng kichkinasi daroshkali versiyasi 80 dan 2 metrgacha bo'ladi. 80 dan 2 metrligacha. Uyga solinadigan, xonalarga solinayotgani 2,5 uzunasi 4 metr, 2,5, 3, 3,5 tur bo'ladi. Bo'ldi. Klientimiz aytgan rangini, aytgan kачествоni, aytgan razmerini qilib beraversa, beramiz. Bo'ldi, boshlaymiz. Qaysidan boshlaymiz xudo xolasa? Boshidan. Qaranglar, mana 2,5 metrli metraj, 3 metrli metrajlar bor. 3,5, 4 metrli. Endi qarang, bitta narsa bo'lishi mumkin. Mijozda ko'p holatda biz 2 ta, 3 ta shunaqa narsalar bo'ldi. Mijozlar bizga razmer o'lchab kelishadi. Latta metr bilan, tikuvchini metri bilan o'lchab kelishadi. Biz borishimiz tekin.
gilam olib borib berishimiz ham tekin. 100%. Dastlabki Faqat bu. shanba bozor kuni qilardik avval. Telegramda mijozlarimiz kelishardi, faqat shanba bozor 100% har kuni. Faqat abitankitilga yo'lga chiqib boramiz. O'lchashimiz любой moment. Masalan, ertalab 8 dan 10 gacha, 12 gacha, 1 gacha boraveramiz. Lekin dastlabki xizmatimiz gilamni olib borib berishimiz abitankilikka boshlanadi. Ha, mana bu ishlarni bu yerda Biz bu yerda tugatib, savdoda bizda, chunki tugatib bo'lib. tushunsalar agar xudo xolasa, keyin mana bu 3 metrli bo'lsa, ini 270 bo'ladigan bo'lsa, bir xillarga ochiq qolishi yoqmaydi. 2,5 million bo'lsa, 20 sm kalta bo'ladi. Biz o'shani olib borib, joyida kesib, to'g'rilab, overlocklarni qilib, kesishi, tikishi, o'lchashi bepul 100%. Bular Yevraziya kompaniyasiniki. O'rtacha qalinlikdagi gilamlarimiz yuvib, siqib bemalol ishlatishaveradi. Tovarga garantiya, ranglarini mana ko'rsalaring bo'ladi. Mana gilamcha vaqtim kачествовали. Melki strichka deydi bular. Mayda pat bo'ladi, yotmaydi patlar. Mayda pat. 4 metrlilari ham bor mana. Aha, 4 metrlilari bu tarafda. Katta-katta xonalarga solaman deysiz. Zal bo'lishi mumkin, hol bo'lishi mumkin, qanaqadir teraskali joylar bo'lishi mumkin o'zbekchilikda. Eğini ko'rib olaverasizlar. Xohlagan rangingizdan, xohlagan kачествоingizdan, xohlagan razmeringizdan bor. Ana mana yaltirab shuni qaranglar. Voy. Ana sizlarga yaxshi niyatda yurganlar, gilam olaman, qayerdan olaman deb yurganlar, Orom bozor 8 ga kelaverasizlar nasib bo'lsa, hozir narx-navlar bilan birato'la aytib o'tib turamiz. Xo'p, 2,5 metrlikdan boshlab 4 metrgacha bo'lgan mana shu toifada, birinchi toifadagi gilamlarimiz kvadrat 115 ming so'mdan deb biz, lekin kelishtirib beramiz. Narxdan o'tib berayotgan joyi bor. Lekin o'sha 115 mingdan 100 kvadrat olishsa, masalan, 15 million bo'ladimi, 10 million bo'ladimi, 5 million bo'ladimi, nech pul bo'lsa, o'sha pulni o'zini klientlarning xohishi, chamasi, oylik tushum daromadiga qarab, 3 oyga, 6 oyga, 9 oyga, 1 yilgacha bo'lib berishimiz mumkin. Bo'lib berish ham bor. O'sha dogovor qilingan summani o'zi eng asosiysi. Ustiga pul-mul hech narsa qo'yilmaydi. Yoki kechikkan kuniga pena to'g'ib ketib, bankdan telefon qilib, bir narsalar bo'lmaydi. Ana sizga. Endi hozir mashinani ham kreditga beryapti, misol. Kredit deb olsak, men kredit reklama qilmayman, bilasiz, misol uchun. Bo'lib berishga mashinani ham halol narsaga beryapti. Mebelni ham beryapti. Endi gilam ham halol narsaga bo'lyapti, xudo xolasa. Ana sizlarga akalar eng muhim joyidan bilasizlar, kredit reklama qilmayman men. Bo'lib berishga halol narsaga. Misol uchun 10 millionga kelishdingiz, o'sha 10 millionni boshdan to'lab olmi yo'qmi? Xohlasalar to'lov qilsa, xohlasalar nima kerak emas bizga. Tekin olib ketdi. Voy, mazza-ku unda. Akalar, bosib yuboringlar. Ana sizlarga opa-singillar ko'rayotgandir, bizni ko'radiganlar bordir. Umuman bosh to'lov yo'q. Misol uchun kelasiz, birinchi hech narsa aytmaysiz bularga. Aka, men nasiyaga olmoqchiman, bo'lib berish demang. Hech narsa demang. Shunchaki keling, shunaqa, menga ukajon shu gilam kerak edi, nech pul? Shuncha. Dogovor qilasizlar, bo'ldi, qo'l tashlasizlarda oxirida ukajon men nasiyaga olgan keldim desiz. Yo'q deyishmaydi. Qilib berishadi. Ana sizlarga. Bir xil. Endi bu gilamlar agar ularga masalan, yo men mehmonxonaga chiroyligina qilib qo'yibman, kamroq mehmon kiradi, lekin zo'r gilam bo'lsin deydiganlarga mana bu gilamlarni tavsiya qilamiz. Ular premium kачествоga ega bo'lgan polipolisterni epli gilamlarimiz. Bemalol ko'rishlari mumkin. Kачествочasi va shu tiniq bo'ladi. Bu tomondan och, bu tomondan to'q ko'rinadi. To'qimalari ham juda zich bo'ladi. Pat balandligi 1,5 sm dan 3 sm gacha bo'ladi ayrim holatlarda. Bunaqa patlari, qalinligi. Xo'p. Bu taraf menimcha eng qimmat variant shu taraf bo'lsa kerak. 3,5 metrli assortiment bor. Mana bu 4 metrli katta hollarga, bunisi kichkinasi 3 metrli hollarga. Kichkinasi 3 metrli. Endi bir gap. Baribir odamlar shunaqa, endi biz klientlarni ko'rib o'rganib qolganku biz o'zimiz. Shuncha narsa ko'rsangizdan, voy menga boshqacharoq kerak edi desa, mabodo. Men bilaman sizlarda hech bo'lmaganda haftada bir marta tovar tushirasizlar, yangi tovar. Shunday. Xudo xolasa klientlar kelib qolsa, men bularni bilaman. Har hafta tovar yangilashadi. Kelaverasizlar, balkim kelib bu tovar bo'lmasa, yangi tovarga ulgurasiz yoki bo'lmasa, aytganlaringni lekin topib berishadi akalar, xudo xolasa. Mana gilamcha olib berib qo'yasiz mana. Mana bu yerda ham allam balosi. Bu ham lekin ancha zo'r narsa ekanda, lekin ha. Men o'zimga ham deb bo'lsa, menga ham shunaqa berasizlarmi? Albatta. Skidka bormi, xudo xolasa? Skidkasini bor. Ana, o'zingizni uyga ham olsanglar, xudo xolasa, menimcha shu akalardan olsak kerak o'zimiz ham. Endi yana bitta bonus mijozlar uchun. Agar 10 million so'mlik yoki masalan 7 million so'mlik gilam olishyapti, 4 ta 5 ta xonalarga 2 million pul beryapman, 1 yilga emas, menga 6 oyga qilib ber desa, naqd pulni olganimiz hisobiga, vaqtini qisqaligini hisobiga biz 10%, 20% gacha sizga skidka qilib berishimiz mumkin. Общий summadan yana dalish. Boplabsizlar kunda. Voy, akalar, apalar tushunyapsizlarmi nima bo'lyapti hozir bu yerda?
aka aytibdi, uka, endi bizga iloji bo'lsa shu 1 yilga bo'ladi-ku, baribir. 1 yilga bo'lib berishga, mana shuni boshidan o'lsin, men qarz yo'qtirmayman, endi ilojim yo'q, baribir olishim kerak, to'y arafasiman, boshqa arafasiman. Ozroqgina ortgan pulim bor. Boya aytishgandek, misol uchun seli hamma uylaringga 3 ta 4 ta uylaringga gilam oldilaring 10 million so'm bo'ldi, olib summa. To'g'rimi? 10 million so'm bo'lgan olib summani akam aytibdilar. Boshidan 2 millionni bersin, misol 2 millionni 20% bo'ladi shunda. 2 million pulini bersinlar, u qolganini keyin 8 millionni qolyaptimi? 8 millionni ham aka men 1 yilga emas, 6 oyga bo'lib beraman. Men boya aytganingizdek, janoq cho'zirish xohlamayman siz. Yana o'shadan tashqari yana skidka ham qilib berishar ekan sizga. Qanaqa imkon kerak? Voy, boshqa magazinni solishtirib ham keling. To'g'rimi? Narx-navodan qo'rqmaymiz, konkurentdan qo'rqmaysizlar. Bemalol ko'rib, tomosha qilib kelsa, oxiri shunaqaga beraman degan joydan yana o'tib berishga Xudo xolasa va'da beramiz. Ana sizga. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa. Zavod o'zariniki emasmi? Bu yerdan o'g'irlik qilib qo'ymayapsizlarmi buni? Ana sizlarga. Xo'p, buni narxini aytdingizmi, aytmadingizmi? Xo'p, bu yerda qarang. Eng kami 250 so'mdan kvadrati 450 so'mgacha bor. Bu yerda har xil qalin yuqasiga qarab, kachествosiga qarab, qalin yuqasiga qarab, buni o'zi 250 mingdan 450 minggacha. Shunday. Ana sizlarga. Puli ko'plar, olaman deganlar, havas qilganlar, ozroqgina pulim bor, olib qo'yaver, qolganini mayda-mayda qilib beraman desalar, akalar, menimcha sizlarga opalar bundaqa kachествoli boshqa narsani tavsiya qilmasak kerak. Ko'rasizlar, xudo xohlasa. Agar u o'rtacha gilamimiz yoqmasa, premium gilam qimmat bo'lsa, mana bunaqa gilam ko'rasiz, mana. Kvadrati 185 mingdan 250 minggacha sotilgan. Polipolister ishlatilgan, bu ham bu tomondan och, bu tomondan to'q ko'rinadi. Yuvib siqib bemalol ishlatishlari mumkin mana. Assortiment juda ham katta. Uyga borib, kesib, tikib, to'g'irlab beramiz. Hamma narsa sharoitlari bor, voy. O'tirib, internetda o'tirib, tiklashib. Uyda telefon qilishsin, biz yetib boramiz. Bu mijozni olib kelamiz. Gilam tanlatamizda, o'sha mashinada u mijozimizni uyiga eltib qo'yamiz. Yana uylarga telefon qilishsa bo'ldi, gilamli bo'ladi, bitta pasport. Qayergacha? Hop, bu tomoni Samarqandgacha bordik, bu tomoni Gagaringacha bordik, ketaveramiz. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand. Farq yo'q, kelishsin bo'ldi. Ha, agar yo'q ukajon, men uyda o'tiraman, bu aytgandek Telegramdan tanlayman, kashfasini video-vizitda gaplashasiz, hammasini sharoit qilib, yana o'shanda ham olib borib ham berasiz. Ana uydan chiqmayotganlar bor, yoki uyda yolg'izlar bo'lishi mumkin. Undaqaga ham mumkin bor. Yosh bolaliklarga chiqolmaydigan shunaqa variantlar bo'ladi, boramiz, muammo. Ana sizlarga qaranglar. Dastavka bepul. Uyingizga borib o'lchab, razmer olib, kesib, tikib berish bepul. Yana nima deyishyapti? Narxlarni nasiya savdoga imkon bor. Bosh 1 yilgacha bo'lib berishga imkon bor. Yana bosh to'lovdan misol uchun 10 millionlik, tasavvur qiling deyapmiz, misol. Bosh to'lovini anchagina ko'proq qilib bersangiz agar bosh to'lov yo'q o'zi. Bosh to'lovini qilib beradigan bo'lsangiz, yana sizga skidka qilib berishsa, yana xohlagan magaziningizdan narx-navoni solishtirib kelsangiz. Menimcha bundan boshqa bu bozorda imkon yo'q. Agar respublikada deymizmi, boshqa joyda deymiz, mana shundan arzonini, mana shunaqa qulaylik qilib berayotganini sizlar topib bersalaring, men o'sha yerda reklamasini olib borib qilib beraman. Jonlaring sog' bo'lsin, akalar, shunaqa biznes egalari bormi? O'zingizda sohangizda farqi yo'q nima? Qurilish qilasizmi? Uy qurasizmi? Gipsokardon sotasizmi? Shifer narsa sotasizmi? Sizlar ham xuddi shunaqa akaga o'xshab qilinglar. Men sizlarga bor tekin reklama qilib beraman. Xalq uchun yordam bo'lsin, nasib bo'lsa qilib beraman. Jonlaring sog' bo'lsin. Telefon qilaverasizlar. Shu gapingizga sizni kanalingizdan ko'rib kelgan odamga, har bitta gilam olgan odamga mana shu bonus. Yana bitta bonus. Ana sizga. Xo'sh, shunda bu poyandozlikmi pastga? Kuyov poyandoz deysiz. Kuyovga poyandozlik desa ham bo'ladi. Joy ishlatsa ham bo'ladi. Joy namoz qilsalaring ham bo'ladi. Kuyovga poyandozlik qilib ishlatsalaring ham bo'ladi. 1 metrga 1,5 metrga gatovi. 1 metrga 1,5 metr. Xo'p, ko'chadan so'rasalaring, menimcha mana shuni ham kamida bir 120 ming, 130 ming bo'lsa kerak. Minimalga 80 ming so'mga sotishadi. 80 mingmi? Ha, shu narsa bonus. Mana shu internetdan ko'rib keluvdik deysa, 20 ming so'mlik gilamcha olsa ham shuni tekinga beramiz. Internetdan Ozoddan ko'rib keldim deysa berasiz. Shunday. Undan boshqasiga bermang. Qaranglar. O'sha priyom, bilasizlar bizni. Kelasizlar, savdoni qilasizlar, hangamani qilasizlar, oxirida ozodda ko'rdim deysizlar. Ana sizlarga qanaqa imkon kerak? Bosinglar gazini. Xo'p, qaranglar, endi bundaqa narsa bor. Metrajni ham bitta men ko'rsatib aytib o'tdik. Mana bu metraj bo'ladi. Boya aytganimizdek, koridorlarga 2 metrlik joylaring bo'lsa, mana shu bir tarafdan mana ko'raverasizlar. Aytgan assortimentlaring, xohlagan ranglaring, xohlagan didlaringga mos bo'ladi. Agar yo'q deysa, gatoviy gilamlar ham turibdi mana. Bor. Gatoviy gilam xohlovchilar uchun gatoviy gilamlar ham bor. Ana 7 ga 3,5 yoki 6 ga 3,5 shunaqa vaziyat bo'ladi-ku. Undaqa variantlar ham bor akalarda mana kelib. Standartga to'g'ri keladigan bemalol ko'raverasizlar. Mana bunaqa gilamlarimiz ham bor. Standartga to'g'ri kelsa bo'ldi, biz qilib beraveramiz, muammo yo'q.
Xohlovchilar uchun mana bunaqa gatovoy gilamlar ham bo'ladi. Ana sizlarga. Bu tomondan yarqiroq, u tomondan bagateligi ko'rinadi. Mana sizga gilamlar. Yana menimcha qanaqa sharoit kerak akalar, qanaqa sharoit. Mana shu yerda xudo xolasa kelasizlar, o'tirib olib, mana shu yerda ukajon, qani, mana bu gilamni doch, mana bu gilamni doch deb, xudo xolasa akalar xizmatlilarini qilaveradi behijolat. Xo'p, nima qilamiz yana, nima aksiya aytamiz? Bo'yatganingizda faqat bitta pasportlari kerak bo'ladi. Bitta pasport o'ziga xudo xolasa. Ustiga pul, mul hech narsa qo'yilmaydi. Misol uchun mana buni o'zi necha pul narxi? Xo'p, buni kvadrat 220 ming so'mdan sotilgan, 3 ga 4 gilam bo'ladigan. 3 ga 4. Tashlayman bitta kalkulyatsiyangizni tashlab, yig'ini hisob kitobini oling bir. Uni shuni ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, chiroyli. Keling mana. 3 metrga 4 metrligimiz 12 kvadrat bo'ladi. Kvadrat 220 ming so'mdan 2 million 640 ming so'm pul bo'ladi. Mobodoga 640 ming so'm naqd pul beraman. 2 million so'mni bo'lib berishga qilib ber deysiz. Minus bundan 640 ming so'm qilamiz-da. 2 million pulini bo'lish 6 oyga yoki 9 oyga 222 ming so'mni yoki 1 yilga 166 ming so'mni bir choyxona puliga bir gilam. Men hozir kallam ishlamay qoldi hozir, to'g'risi. Hozir suyam olay. Aka nima debdi? Qancha bo'ldi opshiga? Opshisiga 2 million 640 ming so'm. 2 million 640 ming so'm bo'lyapti shu gilam. Nechiga necha razmer? 3 metrga 4 metr. 3 metrga 4 metr. 2 million 640 ming so'm bo'lyapti. Yonimda voy ukajon, ozroqgina pulim kam edi, 640 ming pulim bor edi, bu gilamga kelyapsiz. 640 ming pulni berib ketyapsiz akalarga boshlang'ich to'lov deb. Keyin qolganini aka sizga 6 oyga, 9 oyga, 1 yilga. 1 yilga 166 6 oyga, 9 oyga, 1 yilga. 1 yilga bo'lib berdi-deng. Uyingizga olib borib solasiz, tiyib kelib, ishlatasiz. 1 oyga kelib qolgan vaqtda, ukajon, qayerda pul berishim kerak deb, mana gilam pulni berishim kerak. 166 ming. Men o'g'lim mana pulni berib ketsa, berib keladi yoki o'zlari ana to'lov qilsalar ham bo'ladi. Qani to'lov qilishadi, bizga kelish shart emas. Kelish ham shart emas ekan. Gagarinnasiz, Samarqanddasiz, Baxmaldasiz, Arnasoydasiz, qayerdasiz, Paxtagordasiz, farqi yo'q. Shuna paytga borasiz, ukajon, menga pul to'lamoqchi edim deysiz, 166 ming to'lov bor. Ana sizga. Yana dababga bo'yi bonus berasiz. Beraman faqat. Boyaga bonusni ham berishadi. Ana bizdan sizga. 2 ga 3 olib, ozoddan keldi deysiz, shu bilan ulanik. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi ana bo'lsin deyman, obunachilarimga bo'lsin deyman-da. Akalar, meni bilaman, ko'plaring hurmat qilasizlar. Endi hech kim aldamaymiz akalar, boshqa narsa qilmaymiz. Rahmat. Hurmat qilib bizni shunchalik ko'rganlaring uchun ham. Endi yana sizlar tarafga bitta narsani uraman men, xudo xolasa, akalarga. Endi akalar rozi qilamiz, nima qilamiz boshqa. Iloji yo'q reklamaga chaqirishganmiz-da. Qarang, bunday qilamiz. Bitta gilam olishdi. Dastavka, uстановка, hamma narsasi bepul bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Endi o'zlarining mashinasi bo'lsa, sizda ham avara qilmasdan ukajon mashinamga ortib ketaman desa, mayli, jonlari sog' bo'lsin, kelaversin, a? Aha, bitta undan qo'shib berdingiz. Narxini yana o'tib ham berdingiz. Mabodoga-da. Bizda deb so'rab kelishsa, nechta odamdan keyin nechta odamga yana bonus qilib berasiz? Bu bonus cheklanmagan. Siz tomondan 100 ta odam kelsin, 100 taga 100 ta berishga. 100 taga 100 ta. Hammasiga beriladi. Hammasiga beriladi. U misol uchun ukajon men ulgurmay qoldim yo ana 15 kunlik aksiyamiz bor, 20 kunlik, yo'q undaqa narsa. Bu o'lchov xizmati, dastavka xizmati bilan bu imенно Ozodbekdan keldik deysa, mana shu gilamda soni cheklanmagan. Xohlagancha kelsa, 1000 ta bo'lib kelsa, 1000 taga ham beraveraman. Ana sizlarga akalar. Menimcha ishoninglar, bunaqa bomba aksiya menimcha hech aksiya emas, endi aksiya demaylik. Ha, deb ana aksiya deganini ko'rsam to'g'risi meni ham jonim mana asabim buzilib ketadi. Aksiya emas bu. Shunchaki shunaqa narsa. Oldindan bile shunaqa ish qilib kelgan, bundan keyin ham shunaqa ish qiladi. Razmer 3 ga 7, 3,5 ga 7, razmerlaring xohlagan razmerda aytinglar, akalar qilib beradi mana. Bez problem xohlagan narsangiz. Bo'lib berishga, nasiya savdoga, dastavka, uстановка, yana bonusiga bor, yana hamma narsa qilib beradi. Menimcha hamma narsasini tushuntirib aytdik. Nima qoldi aytilmagan? Bo'lmaymadir? Kamchilik bo'lsa, o'zlariga yoqqan sharoit menga kerak deb kommentariyaga yozsin. O'sha narsani biz yengillatib beramiz, xudo xolasa. Qanaqadir kimda savol bo'lsa, kommentariyaga yozib, ha? Shunaqa muammo bo'ladi, menga bo'lib berishga bo'lmasin, naqdga bo'lmasin, yana bir boshqacha variantlar bo'lsin deb bemalol murojaat qilishaversin. O'zlarining variantlarini tushuntirishsin. Biz unga ham qilib beraveramiz. Hech qanaqa bo'lib berishga bermayman. Menga 1 oyga yoki 1,5 oyga kerak deysa, tilla zalog bilan ham chiqarib beraman. Shunchaki. Ha, bo'ldi, tushunaman. Og'zaki dogovorga o'sha tilla zalog berishadi. 1,5 oygacha, 50 kungacha men shuni tilla zalog bilan chiqaraman. Tushunarli, varislarda ham tavaylanma bor, boshqa narsa bor, hisob to'playotgan bor. Odamlarga yengillik bo'lsa, kimdadir masalan Rossiyadan pul tushadi. Masalan, Rossiyada, xotin uyda.
Unga pul tushadi. Katta ob'yomda pul tushishi mumkin, lekin u plastik aylanmasiga ko'rinmaydi. Bitta pasportda katama holatiga ko'rinmaydi. O'shaning uchun davlat ishi yo pensiya bo'lishi kerak. O'shanaqa odamlarga tilla zaloq olib kelishsa, muammo yo'q. Ana sizlarga pasportlaringni olib kelasizlar. Endi pasport bilasizlar, hujjat, qayerda turasiz, nima qilasiz, nima qo'yasiz, ularni bular ko'rib olish kerak, registratsiya qiladi baribir o'zlari uchun ham. Undan keyin sizlarga bemalol chiqarib berishaveradi. Boya aytganlaridek, anaqa plastik unaqa shart emas, bilasizlar. O'zidan o'zi avtomatik pul ichib oladigan firibgarlarning plastik kodini aytib yuborib, plastik ulamasdan turib, bitta pasport o'ziga bizga paynet to'lov qilishadi yoki naqd pul olib berishadi. Bu to'lov bizga bo'ladi, bank boshqa narsa hech narsa aralashmaydi. Hech narsa aralashmaydi. Hech qanaqa narsa aralashmaydi. Ana sizlarga aytgan razmerlaringda, aytgan xillaringdan, aytgan narsalaringdan bor hammasi. Nomer ayting endi. 93lik 221 39 33. 39 33. 91lik 599 44 71. Bormi vizitga? Bor. Uni ham bering bitta, vizitkani ham o'qitaylik bahonada. Ana sizlarga 3 ta 8 grammlar jamoasi. Kelaverasizlar bexijolat, akalar o'zlari xizmatida. Oldin nima qildik aksiyani? Metrladik, qadamladik, Ramazon oyi qildik, narxni eng pastga minimalga tushirdik, stabilashtirdik. Hamma narsasini xudo xolasa qildilaring. Imkon qadar mijozlar uchun xursand bo'lib ketishsin bo'ldi. Ana sizlarga 3 ta 8 grammlar bazasi, mana shu nomerlarga bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Yana ham mana shu nomerlarni olib ketamiz biz vizitkani. Xudo xolasa rasmga tushirib, qaysidir burchagiga videoni qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. Bo'ladi xudo xolasa hammasi. Biz ham qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha akalar video qildik. Kam ko'stiga rozi bo'lasizlar, yana savol javoblar bo'lsa, o'zlariga telefon qilinglar. Boya bildilaring, video ekanmiz 2-3 marta telefonlar jingladi, telefonni bezu qilib qo'ydilar. Sababi klient mana yerda bo'lib turganda yoki syomka bo'lib turganda iloji yo'q, ilojlari yo'q. Dadalari qilsa ham, xafa bo'lsa ham, ayalari qilsa ham telefonni ko'tara olmaydilar. Sababi ishda. Ishdan bo'shagandan keyin sразу oladida, aka yoki opa, nima xizmat, bizga nima xizmat bor deyishadi. Aloqaga chiqinglar yoki Telegramlari bor, Telegram kanallaringni ham yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Telegram kanallariga ham o'tib, bemalol podpiska bo'lib, o'zlaring qolganini gaplashib o'tirasizlar. Assortimentni men bitta ko'rsatib o'tay, mana bu yerda assortiment bor. Ya'ni bu zapasimiz. Sizlar uchun aytayotganda zapasimiz gatovoy mana. Mana bu yerda bor. Mana sizlarga o'sha, boya ana aksiyada yana podarkalarmi bular bari? 10dan biri bor. 10dan biri, hali yana bor. Mana uni bantikchalarga urab, chiroyli qo'yish kerak ekanda, ana sizlarga mana bu tarafda yana zapaslari bor. Bularni asosiy magazini. Yana boshqa joyda zapas bor ichkarida, o'zlarining magazinlari bor, yana zapasning xod. Undan ham olib kelib bemalol akalar berishaveradi. Mana undan bittasini oling, bittasini ko'rsataylik. Mana bizda boyochi akalarimiz bor, ko'radigan bitta. Undan ham ko'rsataylik. Bular ham beriladimi? Savdoga beriladi, xudo xolasa, narxlarni kelishtirib. Narxlarni kelishib, savdolashib beriladi. Faqat naqdga beriladi, bular. Yo'q, bularni ham. Bular ham o'shanday bo'laveradimi? Mana shu yerda turgan gilam deb nomlangan, xohlasa yuqa, xohlasa qalin, xohlasa premium hammasi nasiyaga beriladi. Hammasi nasiyaga. Ana siz bonusga deb o'yladingiz-ku, men aytganim bo'yicha. Ana sizga ya akajon, bunaqa odamlar ham hamma biladi. Xo'sh, hozir akalarni bir ochib ko'rsatamiz, gilamlarni nasib bo'lsa ko'raverasizlar. Hammasini aytib biz mana bunisi qolib ketibdi. Mana sizlarga. Xo'p, bu razmer nechiga nechi bu? Bunaqasiga 1,5, bunaqasiga 2,5. 1,5 ga 2,5 mi? 1,5 ga 2,5. Zichilari ham anchagina qalin narsani qo'yinglar. Voy, mazza emasmi, ha? Ana sizga. Bo'lsin, obunachilarga bo'lsin. Bo'lakkan qilib ayting faqat. Kachsivasi lekin qalingina ekan. Shu turishi 1,5 ga 2,5 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 100 ming so'mdan boshlanishi, bundanda qimmatroqlari ham bor. Ana sizga 1 million 100 ming so'm. Bundanda qimmatroqlari ham bor, nasib bo'lsa, savdoga qarab kelaverasizlar. Ana sizga. Nomerlarni aytdik, hammasini assalomu alaykum, o'tiringlar. Nomerlarni aytdik, hamma narsasini aytdik, ha? Vizitkalarda bor, xudo. Klientlarimiz ham o'zi kelishni boshladi. Videoni tugatamiz biz. Ko'raverasizlar nasib bo'lsa. Kelinglar, sizlarni kutamiz. 24 ga 7 akalar aloqada. Bizda dam olish kunlari yo'q. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, yakshanbagacha kuniga ish. Kelaverasizlar xudo xolasa.